egasi o'zi aytuvdi. Obunachilarimiz ham ustop ketyapti o'zlari. Aka Gulshitirdan cho'ta nito beryapti. Klapin kuyib pop shekilli deb kelishuvdi. 158 ming yurgan Cobalt. Haqiqatda klapin kuygan mashina. Bizga kelgungacha qilingan ishlar, injektor tozalangan, zaslonka, programma, switcha qisqasi 3-400 mingmi nech pul ketadi? 5-400 mingmi tiqilgan. Mashinada o'zgarish bo'lmagan. Oldik, xudo xolasa harakat qilamiz shu kasalini yo'qotishga. Motorda qaltirash bor, 100% bor. Endi kuchayishni boshladi. Tashib qo'yishga. Mana shu akalarimiz o'zi obunachilar, kuzatuvchilar endi yurgizib istoriya qo'yib qo'ydi. Tayyor bo'ldi. Xudo xolasa egalariga topshiramiz. Mana esinglarda bo'lsa. Tayyor holat shu akalar. Go'zal bo'ldi. Sog' bo'ling.